Firibgarlar ijtimoiy tarmoqlarda soxta havolalarni yaratib, davlat rahbarining nomidan bir martalik yordam puli berilayotganligi to'g'risidagi yolg'on ma'lumotlar bilan bizga soxta havolalarni tashlab berishmoqda. Firibgarlik alomatlaridan bexabar bo'lgan fuqarolarimiz ularga yuborilgan soxta havolalarni bosib, bank karta ma'lumotlari, bank kartasining amal qilish muddati yoki telefon raqamlarini kiritib, firibgarning qurboniga aylanmoqda. Firibgar ijtimoiy injenering usullarini qo'llaydimi yoki sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida biz bilan video qo'ng'iroq orqali aloqaga chiqib, bizni turli yo'llar bilan aldashga urinadimi? Bularning barchasini zamirida bizning telefon raqamimizga yuborilgan bir martalik tasdiqlovchi kodni qo'lga kiritish, pin kodlarimizni qo'lga kiritish yotibdi. Fuqarolarimiz aynan ushbu jarayonda firibgarning aldoviga ishonib, barcha ma'lumotlarni, xususan ularning telefon raqamiga yuborilgan bir martalik tasdiqlovchi kodlarni berib qo'yish holatlari ko'payib bormoqda. Ushbu o'rinda bir savol tug'iladi. Agar biz firibgarlikning barcha usullari va ularning amalga oshirish texnologiyasini bilsak, bundan xabardor bo'lsak, lekin nimaga bugungi kunga kelib bank kartalari bilan bog'liq holda sodir etilayotgan firibgarliklar kamayish o'rniga ko'payib bormoqda? Buni faqat bittagina javob bilan aytishimiz mumkin. Bu raqamli moliyaviy savodxonlik darajamizning yetarli emasligi natijasida sodir bo'lmoqda. Raqamli savodxonlik nima? Raqamli savodxonlik oddiy til bilan aytganda qo'limizda turgan telefon yoki qanaqadir gadjetni, smartfonni ishlata olish qobiliyati emas. Raqamli savodxonlik bu internet tarmog'ida o'zimizning shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlarimizni himoya qila olishimiz, soxta va qalbaki havolalarni ajrata olishimiz, messenjerlar orqali bizga yuborilgan soxta fayllarni, APK zararli fayllarni taniy olishimiz, bularning hammasi raqamli savodxonlikka kiradi.